Bugun biz tennis o'ynaymiz, xo'pmi? Ha, yaxshi. Maza qilamiz. Bizning qopqog'i tayyor. Sonsuaga ham tayyor. Men tennisni yaxshi ko'raman. Maza qilib aylanib yugurib yuramiz. Shoshilma akang turganda. Men ikkalamiz uchun ham gapiraman. Kichik va katta boldir suyaklari ham tayyor. Hoy, ikkinchi tizza nima deydi? Ular sizlar nima desalaring shu deb turishibdi. Agar ular ham rozi bo'lgan bo'lsa, biz ham ha deb qo'ya qolaylik. Ha, mayli, shunday bo'laversa. Tennislar ham tayyor. Yaxshi. Demak, to'p otishni boshladik. Bum! O'yin tizza jamoasi hozircha yaxshi ishlayapmiz, ha? Hammasi joyida. Yo'nalish o'zgaradigan bo'lsa ogohlantiraman. Bu yerda ichki meniskis hali qiynalyapti-da. Menimcha, kechagi bahslar tufayli bo'lsa kerak. Oyoq kiyimimizni bog'lash uchun kelganimizdagina demoqchimisan? Aynan qaytib turib olgan. Hey, og'zingni yop, kichik boldir. Do'stim, xavotir olma. Biz sen bilanmiz. Diqqat menisklar, sakrash va kuchli burilishimiz uchun to'p chap tomondan uriladi. Tayyormisizlar? Menimcha buni eplolmayman shekilli. Boshqa tizza nima deyapti? Bizni boshqarib tursangiz bo'ldi deyishdi. Ular qila olsa, biz ham qo'limizdan keladi. Mayli, harakat qilaman. Ruxsat miya. Ketdi. Boldir, qara. Sakra. Qani bardam bo'l. Qo'lingdan keladi. Qo'limdan keladi. Yo'q, kelmaydi. Onangni. To'xta. Menga bizda jarohat bor. Ups, ozgina oshirib yubordim shekilli. Yo xudo, voy jonim a. Nima bo'ldi, og'ayni? Qo'limdan keladi deb o'ylagandim. Adashibman, yorilib ketdim. Ko'raylik-chi. Yaxshi xabar shundaki, jarohat tashqarida ekan. Shuning uchun ichkariga kirishim mumkin. Miya yozib ol. Xo'p bo'ladi. Muz, dam olish, tizza bandaji, sog'lom ovqatlanish, vitamin C, D va omega 3. Va 6 hafta davomida fizioterapiya. Voy, bu 3 hafta ham yetardi. 4 haftadan keyin. Menis do'stim, qandaysan uka? O'zingni qanday his qilyapsan? Rostini aytsam, yomon emas. O'zimni yaxshi his qilyapman. Og'riqlar ham ancha qoldi. Juda yaxshi. Eshitganimdan xursandman. Unda bugun zalga borib tosh ko'taramiz. Nima? Yo, xudoyim.